Yo, what's up, bollaslardan man TNT Cloud. Agar sizlar layklaring tezroq oshmash bilaring, mana bu yerda training degan joy bor. Ana shunga kirib, mana bu start tugmasini bosasizlar, sizdagi kirib ketadi. Va qarab turinglar, yaxshilab qarab turinglar. Jicha shunaqa kutib turasizlar. Jichadan kiradi. Bu yerda mashq qilishingiz, o'zingiz kuchingizni oshirishingiz va biroz bo'lsa layk oshirishingiz mumkin. Level bu darajada oshmaydi, lekin bu yerda istagan qurolni tanlashingiz mumkin. Masalan, yaqin masofadan yaxshiroq qurollar olishingiz mumkin. Masalan, shotgun olsam, bitta qo'limga bu yoqda oxirida yaqin masofadan bitta desert ayol pakmasaga bu yerda katta uroq, bu yerda mana baglayda olishingiz mumkin. İsteğeniz olabilir. Mana bu yerda jangni bosasiz. Bu yerda bitta soniyasini qisqartirib olganlik mana shu bosasiz. Motorasi. Boshdan kirganda o'ldirib. Yo'q bu yerda bir-biriga tushib. Sound bo'lgan. Hamma yem. Bir-biriga tushadi. Mana qo'shib yo'q qilaverasizlar. Boshda o'lib qolish tabiiy holat. Va bu yerda o'sha shavqat hamma bir-biriga tushmaydi. Do'stlash bu yerim skrit o'tyapti. Oo. Bunaqa yashinib krisalik qilib mazza qilib o'ynashlaring mumkin. Bu yerda kill qilishim mumkin, faqat men olmadim kemayapti. Shulardan shu qo'lyapman. Mana bu yerda har xil stenka shu o'xshagan narsalar oladigan joyim bor. Bu yerda ishoninglar, masalan, urib qo'shim avval boshim mumkin birortasi. Ko'proq like to'g'ri. Bu yerda juda krisalik qiladigan joyim bor. Krisalik qiladigan bor. Qo'y. Mana yashinadigan joylar ham ko'p. Naq akkaunt layklaring tezroq oshilaverasizlar.